Hemşehriler 2. bab. Mihray bilan Fatima vokzalda uyoq bu yoqqa minib yuradi. Ular Mihrayning singlisi Aybuloqni kutib olg'ili kelgan edi. Aybuloq boshqa shaharda tayyorlik o'qiyotdi. Hada, necha kundan keyin tug'ilgan kunim bo'ldi. Mening bu yerda tug'ilgan kunimda yolg'iz qolg'im yo'q. Sening yaningga boraychi, deganida u telefonda erkalab. Gerçi u Mihraydan faqat 3 yoshli kichik bo'lsa-mu, Mihrayning mijozi nihoyat og'ir, cho'ng odamlardek bo'lg'achqimi, uningga erkalab yuradi. Uyda ota-onasining gapini anglamay cho'ng bo'lgan bu erkak qiz hadisning biror eg'iz gapini yurmaydi. Hadisni bakmi yaxshi ko'radi. Lekin Mihray singlisining yeniga kelishini zarli xolamaydi. Albatta, buning sababi bor. Mihray bilan Fatima tayyorlikda birga o'qigan savoqdoshlar bo'lib, tayyorlikning 2-yilidagi bahorda Mihraymi o'rangan edi. U Fatimaga o'xshashla kichigidan tortib hech qanday islomiy tarbiya olmay cho'ng bo'lgan. Lekin uning qalbida islomga nisbatan o'zgacha bir xil muhabbat bor edi. Buni uning cho'ng hamisining ta'siridan deb esak, balkim xatolashgan bo'lmaymiz. Uning hamisi Bejondagi dangliq bir oliy maktabni bitirgandan keyin Urumchida bir yaxshi xizmat o'rniga o'rlashgan edi. Mush mezgilda u bir hojining yolg'iz qizga ingliz tilini o'rgatib qo'yish sababi bilan doim ularning uyiga boradi. U chaqlarda Urumchida ingliz tilini bildiganlar ko'p emas edi. Bu jarayonda ularning oilasidagi quyuq islomiy muhit, nihoyat go'zal islomiy axloq uni o'ziga jalb qilib oladi. O'zini o'tmay u islomni tushunib, bu go'zal hayot yo'lida mengishni tanlab oladi. Lekin uning namozi, chiroyli plashlari idora boshliqlarining ko'ziga sig'maydi. Shuning bilan hamisi xizmatdan biraqli istifa berib chiqib ketgan edi. Keyin Amerikaga o'qishga chiqdi va noil taqvodor bir yigit bilan to'y qildi. Inshaalloh. Hozir bir oliy maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi va noil baxtli oilasi bor edi. U hammasini noil hurmatlagachga uning hamma taraflarini o'ziga ulgi qilib olgan edi. Lekin hammasining qat'iy qilman deganini qilmay qo'ymaydigan jahil mijozga singlisi bakrak varislik qilgandek edi. U mushlarni o'ylab o'tib o'z-o'ziga: "Hay, singlim islomni tushungan bo'lsa-chu, cho'qim qoltis yaxshi musulmon bo'la oladi", dedi. Mihray o'rnib uyga qaytgandan keyin ota-onasining qat'iy qarshiligiga uchirdi. Albatta, ular uni urmadi. Urishga asla qo'li bermaydi. Qoshlarining uchi tom, oxir inchika oxirlashgan, uzun qop-qora kirpiklari yo'g'on ko'zlariga soya tashlab turgan, burunlari qo'ngsharliq, inki ushliq, lavlari to'q, go'zalligiga hech gap ketmaydigan bu muloyim qizga kimni qo'l tekizalsin? U kichikida bir qatam qattiq og'rib qolgan bo'lib, hayotidan ayrilib qolg'ili tasli qolgan edi. Shuningdan buyon ota-onasi uni alqinda puflab kelayotdi. Yana kelib, umi ota-onasining umidini yerda qo'ymay, hamma jihatda ularning yuzini yo'q qilib kelayotdi. Mayli o'ginishda bo'lsin, mayli axloq fazilatda bo'lsin, kishining qoyilligi va amriqligini qo'zg'aydigan qiz edi. Dadasi achchig'ida unga qaramayli qo'ydi. Opisi vaziyatning naqadar jiddiyligini, qattiqligini, u bundoq kiyinib yursa, ularning biror minut xotirjam bo'la olmaydiganligini aytib yolvordi. Mihray yerdan beshini ko'tarmadi. Uning javobsiz turganligini ko'rib, opisi yig'lashga boshladi. Bir kun, 2 kun, 3 kun uda unsiz yosh to'kishdan keyin u oxiri yog'liqni chigmaslikka qo'shildi. Shundoq, ba'zi chaqlarda yumshoq bo'lish qattiqlikdimi bakrak kishiga ta'sir ko'rsatdi. Ta'tildan keyin u yog'liqsiz holda qaytib maktabga keldi. Bu chaqda tayyorlik o'qish oxirlashib, o'zi rasmiy o'qiydigan maktabga kelgan edi. U islomning haqiqatini haqiqiy tushungan bir qiz turib, avratlar ochiq holda mushundoq yuraverishga chidasinmi? Yelimi ta'til jarayonida sarang bo'lib qolayli dedi. U endi yog'liqni beshidan 1 minutmi ayirmaydi. U qat'iy iroda bilan yog'liqni qaytadan beshiga soldi. 1 yildan buyon ta'tillarda u uyiga qaytmadi. Endi 2-yil o'qish boshlanib uzun o'tmayla singlisi uni ko'rgili kelmoqchi. Albatta, u singlisini nihoyat sevgan edi. Uning bilan ancha-muncha urushib qo'ydigan, lekin birdamdan keyin kechirim so'rab erkalaydigan singlisi uning dunyodagi eng yaqin odam edi. Shug'unisi singlisi uydagilarga o'zining yana qaytadan o'ringanligini deb qo'ysichu. Ota-onasi yana xafa bo'lib ketarmi? Lekin ular baribir biladi. Buningdan hamon qochib qutula olmayman. "Hada, mana men!" Orqa tarafdan singlisining to'lg'an ovozi kelyotdi. U singlisi bilan quchoqlashib ko'rishdi. Singlisini rasli bakma sevgan edi. Ondan taksiga chiqib maktabga qaytdi. Singlisining burun quchoqliqlari tugab, yuvashlab qolgandek edi. U Mihrayga xuddi tunji qitim ko'rishgan yot odamga qaragandek tortinibgina kulimsirab qaradi.
Qandaq bək xalit görünatamdı mən? Dedi Mihray sığınsı qarab gülümsirgenice. Nədikini, pəriştiga oxşaş güzel görünüvatsız. Mən ömrümdə bundaq güzel qızın görüp baxmağan. Öyge qaytqan çağınızda yağlıq çekininiz bilen işten kiyip dikensiz, bundaq kiyingeninizni tuncu qetim görüşüm. Raslı bək çıraylık bop kitipsiz. Menim kiyigim kevatıdı. Mihray sığınsının bundaq kiyinişiga yol qoyalmaydı. Cemiyette bundaq kiyinişinin haqiqiy ma'nosini bilmayli kiyinib pak muslimalarning hijabning hurmatini to'kayotgan qizlar az emas. U singlisinin hech nimani tushunmay turibla bundaq kiyinilishiga, bilib bilmay shundaq ishlarni sodir qilib qo'yishiga u qandoqmi qo'shilsin? Aldirmang, siz kichik vaqti bor. Hada, men xristianlarning kitoblarini o'qidim. Nima? Mihrayning ko'zlari hayronlikdan chaqchib ketdi. So'ramisiz, undaq kitoblarni o'qib nima qiladingiz? İngliz tili fakultetidagi xanzu o'quvchilarning o'qib tushunish iqtidorini oshiradigan kichik kitoblaringlar bo'lsa beringlar desam, sopli xristianlarning kitoblarini beribdi. Hada, yodingizmi, ilgari menga din to'g'riliq so'zlasangiz, men biologiya fenining taraqqiyoti, tadrij taraqqiyot nazariyasining to'g'ri ekanligini aytib, qoyil bo'lmagan edim. Dinga zaril qiziqmaydim. Shu kitoblarni o'qib, nimishqadir qiziqib qoldim. Mihray ilgari singlis ikkisining o'rtasida bo'linib o'tgan suhbatlarni esiga oldi. Aybuloq hadisni ota-onasining oldida qo'g'dab turadi. Dadisi, seni ko'zim ko'rmusun, sirtlik uyga chiqich bo'lma, yotoq uyingda o'tir deb xafa bo'lganda, amsi menimi ko'zingiz ko'rmusun, menmi sizga qaramayman, menmi yotoq uyimdan chiqmayman deb hadis tarafda turgan edi. Hamish uningga tasalli berib turadi. Lekin hadisning nimish ota-onasi bilan shuncha tirkishadiganligini tushunmaydi. Hada, nima qilsiz buncha jafo tortib, ota-onamni ranjidi, namoz o'qimiz nima bo'pti? Shuni deb buncha ola jafo tortish ketamdi. Hech qisi yo'q, degandi Mihray nayt tuvan ovozda. Buni jafo deyil bo'lmaydi. Ayni chaqda sahobalar texmi cho'ng mushkulotlarga uchragan ekan. Voy, haqqanda ish uchirsa sizning nima koringiz? Singlisining gaplarini anglab Mihrayning kulgisi keldi. Tova, dunyo qarashining o'xshamasligi insonlarda qandoq cho'ng farqlarni keltirib chiqardi, ha? Yana ko'ngli yerim bo'ladi. Uning urug' tuqqanlari orasida uni qilchilik tushunganlarmi yo'q. Lekin bugun singlisi xristianlarning kitobini o'qib qiziqib qoldim deydi. Bu hammadan ichini chiqishqu. Mayli u diniy ahkomlarga rioya qilmasimi, faqat o'zini musulmonlar desa, hamon bir kuni inshaalloh u singlisining qo'lidan tortib olaydi. Amdichu, agar singlisi xristian bo'lib ketsa, qandoq bo'ladi? U mangulik do'zax azobiga mahkum bo'ldi-ku. Aybuloq, xristian dinining nimasiga qiziqib qoldingiz? Hada, men xristian diniga qiziqib qolmadim. Men ularning kitobini o'qib, kalamda o'tmagan bir qancha yerlarni yozib olib, sizni so'rab baqay deb kelgan. Siz anglab turing, ha? Qarang, hada, olamning yoritilishida mundaq mazmunlar bor ekan. Xudo birinchi kuni osmon yaratdi, ondan uning nihoyat yaxshi ekanligini ko'rdi. Degandek mazmunda. Undaqda Xudo agar rostla hammaga qodir bo'lsa, xristianlarmi Xudoni hammaga qodir deb sifatlaydi. U yaratishdan ilgari o'zining nima yaratayotganligini, uning yaxshi yoki yomonligini bilmamdi. Acaba Xudoning ishlari taqdirning ilkidimi? Aybuloq mushuningdek savollardan 18ni so'radi. Deyishcha, kitobni yarmigacha o'qib, pek bema'ni his qilib ketibdi va davomini o'qig'isi kelmabdi. Xristian dini to'g'risida jiq ma'lumotim yo'q. Ularning nimalarni deydiganligini ancha bilib ketmayman. Lekin siz so'ragan mazmunlarga men islomning ko'z qarashi bo'yicha javob berib baqay. Siz anglab beqing, qaysi xil qarashni aqlingiz bekrak qabul qildigan. Bo'ladi ada, men bularning kitoblarini o'qigandan keyin nima uchun shunday qolayotgan gaplarga dunyoda shuncha ko'p odam to'g'ri deb e'tiqod qildigandi deb hayron qoldim. Ondan undaqda bizning dinimiz qandoq dindu deb o'yladim. Dinimiz to'g'risida jiqroq narsa bilgim keldi. Shun bu yerga tug'ilgan kunni bahona qilib, sizdan savollarim javob topay deb kelgandim. Uning so'zlarini anglab, Mihray nihoyat hayajonlanib ketdi. Bu 2 yildan beri u anglagan eng suyimli so'z edi. U darhol qo'llarini duoga ko'tardi. Ey Alloh, singlimni hidoyat qilg'ayla. Ey Alloh, singlimni hidoyat qilg'ayla. Ey Alloh, singlimni hidoyat qilg'ayla. Sizlar hidoyat qilganni hech kim ozdira olmaydi. Sizlar ozdirganni hech kim hidoyat qila olmaydi. Sizlarning yordamlari bo'lmasa, bizning qo'limizdan hech ish kelmaydi. Hada, yana bir gap bor edi. Siz meni ahmoq deb zangli qilarsizmi deb qo'rqima. Dang bo'ldi. Men sizni qachon zangli qilib boqqan? Biror had bo'lib qoldi, o'xshashla tush ko'rma. Eshik derazalari yo'q bir uyda turg'udakma, uyning ust tarafidagi to'nglikdan nihoyat kuchli bir nur tushib turg'udak. Men dal shu nurning ostida uchamda oppoq kiyimlar bilan namoz o'qiyotgudakma. Uyg'onib hayronlik qoldim. Men umrimda namoz o'qib boqmasam, bu qanday ishdi deb.
lekin yana o'xshash tush ko'ryapman. Maşallah, maşallah. Mehray xo'shalligidan nima qilarini bilmayli qoldi. Ko'zlaridan yoshlari taramlab to'kilmoqda edi. U Rabbiga bo'lgan hamdlar edi. Rabbining duoni qabul qilg'uchi ekanligiga, mushkulotlarni oson qilg'uchi ekanligiga hamd etib to'kilayotgan yoshlar edi. Aybuloq hadisning yanida 3 kun turdi. 4-kuni yep-yangi bir qalb bilan maktabiga qarab yurib ketdi. Hada, bu muhitdan bək zerikdim. Mən üçün dua qilib Allahdan mənə yaxşı iman berishini tilab qo'ying. Mənmi chekinib ketarmanmi deb anzirab ketyapman. Xittingiz o'qib bo'libla Qur'on Karimni ochdim. Ochqinim dal tuvandik oyatlar bo'lib chiqdi. Bir mushkulotdan keyin bir osonlik bor. Haqiqatanmi bir mushkulotdan keyin bir osonlik bor. Singlim, ozroq bardashlik bering. Alloh xolsa hammish yaxshi bo'lib ketadi. Ular ko'pincha xat orqali paranglashadi. Chunki xatda o'ylaganlarini texmi erkin bayon qila oladi. Hada, men voleybol musobaqasida bizning fakultetning komanda boshlig'i bo'ldim. Hada, biz musobaqada maktab bo'yicha 2-chi bo'ldik. Hada, men inglizcha nutq so'zlash musobaqasida qatnashdim. Maktab bo'yicha 3-chi bo'ldim. Har qatim singlisining xat topshirib olganida Mehray cheksiz xushallik cho'madi. Uning singlisi har jihatda talantli qiz edi. O'tir maktabda o'qiyotgan chig'ida yozgan asarlari gazet jurnallarda e'lon qilinib turadi. Mayli darsi bo'lsin, mayli tantarbiya bo'lsin, maktab bo'yicha o'quvchilarning oldi edi. Ayni chog'da Mehray, agar singlim islomni tushungan bo'lsa, haqiqiy muslimadek yashagan bo'lsa, qonjilgan odamlarga ta'sir ko'rsatadi deb umid qilgan edi. Mana endi Alloh uning tilaklarini amalga oshirib berayotgan edi. Aradan yana bir yilga yaqin vaqt o'tib, singlisi tayyorlikni bitirib, uning yaqin shahardagi oliy maktabga o'qishga keldi. Mehray ta'tilda yana qaytmagan edi. U singlisini kutib olish uchun singlisi o'qiydigan shaharga keldi. Osh kuni poyezd stansiyasida Mehrayning singlisini ko'rib, qanchalik hayajonlanganligini tasavvur qila olmaysiz. Beshida ko'kish yog'liq keyniga serilib, chechining yerim o'chib qopti. Uchisida qora ranglik padijlar chapani. Ayni chaqda singlisi opasiga jidal qilib yurib, bu chaponni yetli qilib olgan. Ostida uzun padijlar raxtidan tikilgan yopka, putida tantarbiya oyiqi. Mayli uning uchisidagi kiyimlar bir muslima qizga nisbatan ancha muvofiq bo'lmasa-mu, u o'rangan edi. Birinchi qadamni tashlagan edi. Alloh xolsa, endi barbara yaxshi bo'lib ketadi. Barbara yaxshi bo'lib ketadi. Mehray uni ko'ribla uning qarab etildi. Lekin Aybuloq bo'lsa, hadisiga qarabmi qo'ymay, oldirash holda yog'liqini tuzashtirmoqda edi. Mehray uning oldiga kelganda, yog'liqini tuzab chiqqan bo'lsa-mu, manglay chachlari yog'liqning oldidan chiqib qolgan edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ada, dedi u cho'ng'ildab so'zlab. Asli maktab kelib o'rniman deb Urumchidan yog'liq bilan yopib setib olgandim. Poyezd turib o'ylab baqsam, mening avratlarim o'chib qolgan holtimni bir odam bo'lsa-mu azroq ko'rsa yaxshi ekan. Shunga maktabga shundaqli baray deb poyezdda o'rnib oldim. Bo'ptimi? O'tgan qatim ko'rishganda ularning orasida bir parda shakllanib qolgandek edi. Mana amdilikda u parda butunlay g'oyib bo'lib, burunqidek, yo'q, burunqidan necha hassa yaqin hamshirlarga aylangan edi. Chunki ular hozir faqat qon qarindoshlar emas, yana diniy qarindoshlar edi. Uyga qaytganda namoz o'qiyotganligimizni ko'rib, dadam opam bir nim demidimi? Demay qolamdi, bir kuni uyda tomoq etayotsam. Nima? Siz tomoq etdingizmi? Dedi Mehray uning so'zini bilib kulganicha. Chunki Aybuloq kichigidan ota-onasiga erkalabda cho'ng bo'lgan, opasi uni uy ishlariga silish emas, hatto tas qalatdi, paypoqlarini o'zi yuvib bergili. Uning tomoq etdim degani Mehrayga bakmi qiziqarli tuyulgan edi. Albatta, Alloh bizni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurgan. Yana kelib sizmi bilasiz, opam kunduzi doktorxonada bak yerib yurdi. Shunga dadam opam ishdan kelguncha qilolganimcha tomoq tayyorlab turatdim. Bir kun opam bilan birga tomoq etayotsam, opam, "Balam, nima bo'ldingiz? Uyga kirsak sopin kashni sunib, "Apa, choy iching, dada dug'ab, dayron bo'lib ketibsiz-ku, kunlardan chiqadi" dedi. Men, "Apa, rostsangiz ayting-a, qizingiz yaxshi bo'lib ketibdimi?" desam, "Ha" dedi. Allah bizni ota-onamizga yaxshilik qilishni buyuribdi ekan desam, chiroyi o'ngib ketdi. Kechda yotoq uyda to'rg'i chiqib olsam, opam sirtdagi uyda dadamga "Endi kichikimi cho'ngini do'rab, og'zini Allohni tushirmaydan bo'lyapti. Bu bolalarni qandoqmi qilamiz? Endi qattiqroq chora qo'llanmasak, bular patqoq bitib ketaverdi" deyotdi.
Әтісі чамаданымны ақтырып, жай намаз və namazlıq kiyimlerimi ilib aptı. Namaz oquvchi baq qinaldım. Namaz o'qay desam bir ish deb qo'ydi. Namazlaringizni to'liq o'qigansiz? Albatta, oqshimi qo'ng'iroqlik soat tayyorlab qo'ysam, opam uyg'onib ketadi-ku. Shuni ular uxlag'icha saqlab, xubdan o'qib olaman. Yana birdam kitob o'qisam yoki boshqa ish qilsam, bomdod vaqtim bo'lib qoladi. Ondan bomdodni o'qib olaman. Boshqa namozlarni ular ishga ketganda o'qidim. Shanba ba'zi namozlarni amalsiz qazo qildim. Shunda qilib, Oybuloqmi yaxshi o'randi. Ozroq vaqtdan keyin Mehroyning o'g'itishi bilan jilbab kiyishni o'rgandi. Hashbashligicha qishki ta'til vaqtim kelib, ular birlikda uyga qaytishdi. Uyga qaytishdan ilgari Mehroy ta'tilda yana uyga qaytmaslikni tanlab olgan Fatimani yo'qlab kirdi. Adash, men ayni vaqtda o'zimni xuddi sahobalarga, ota-onamni Makka kuparlarga o'xshab ketibdi ekanman. Ular bilan ilsam, xuddi o'zimni jihad qilayotgandek his qilib, nihoyat faxrlanib ketardim. Ularning o'z ota-onam ekanligini unutib ketibdi ekanman. Keyin o'ylanib shuni his qildimki, men ulardan ranjilmagudekman. O'ylab ko'rgin, dadam saqchi, u turmalarga so'langan musulmon yoshlarning nima kunlarni ko'rayotganligini ko'rgan. Bir dada o'z farzandining shundoq kunga qilishini o'ylasa, chidab tura olamdi? Albatta, jon Allohning ilkida. Allohning belgilagan qazosidan hech kim qochib qutula olmaydi. Lekin dadam uni tushunatdimi? Qara, dadam hozir 3 yil bo'lay dedi, menga qarmaydi. Men dadamning shuni tushunish fursatini yo'q qilib yetibdiman. Uyga qaytgandan keyin mayli nimala bo'lmasin, ota-onam bilan javoblashma. Ularni ta'sirlantirishga tirishqin. Hadisangiz ikkalarning o'rni olganligini ko'rib, ota-onasi achchiqdan o'zini qo'ydigan yer topolmayli qoldi. Mehroy azaldan ota-onasiga besini tik ko'taribmi qaray olmaydi. Yana Fatimaning so'zlarini o'ylab, mayli ota-onasi nimala desimi, ular bilan javoblashmaslik niyatiga keldi. Lekin Oybuloq dadasi nima desa, dadasi bilan tangli deyishyapti. Men har qaysingni maktab o'qisin deb avatdim. Bundaq kiyinsin deb avatmadim. Dada, kiyim bilan o'qishing nima munosabati? Bizning sinfdagi eng dars nachar qiz kiyimni eng oz kiydigini. To'la gap yo'qlatma. Bu kiyimni bekor bundan kiyib olmagansa, namozchi dars ta'sir ko'rsatmamdika. 5 vaqt namozga 1 soat vaqt ketmaydi. Kuniga birer soat damasam bo'lmamdi. Men ya haqdek diskoxonaga, qavoxonaga bormasam, dadam bilan tang turishni deganding. Savol so'rasangiz javob bermasam, namoz o'qib mo'nlashib, so'rgan savolga javob bermas bo'sh ketibsan, darsiz aqajon. Yana tang tura. Voyjon dada, nimda qilsiz? Bilshamsan, dunyoda nim bilan xusham yo'q, mo'lli bilan. Chiqib qarab baq, mush yerda boshqalarning o'rimtiga erishgan biror mo'lli bormikan? Hammasi uyda namoz o'qib, talada qimiga askilki yo'q bir nimalar. Bu jon mo'lining yaxshisi yo'q. Hadisaning shikilisi nima deyishini bilolmay turibli qoldi. Hammasi undaq emas degusi bor edi. Lekin ular dadasining kimlarni da'vatqanligini biladi. Dadasiga shundoq kishilarning bergan ta'siri haqiqatan bek nachar edi. Uni biror 2 kunni butunlay yo'q qilib etish mumkin emas. Buni ular burundan tortib yaxshi biladi. Bu qitim yo 2 liring av 5dan keyin elib, 2 yog'liq chekmayman deb va'da berib maqsan. Yo hech nega bormay uyda o'ltirsan. Oliy maktabda o'qitmabdiman bo'ldi. Atisi Oybuloqning mundaqli bir eg'iz gap uchun dadasi uning qochitiga birni sog'andilar. Ular dadasining bu qitim qat'iy niyat kelganligini his qilishdi. Qizlarni 10 o'g'ilga tegishkusiz qizlarim deb faxrlanib tilga oladigan bu kishining qizini bir shaplaq silishi haqiqatan cho'ng ish edi. Ota-onasi garchi xafa bo'lsa-mu, boshqalarning ota-onasidek bo'lib ketmaydi deb o'ylagan qizlar keyin yuz berishi mumkin bo'lgan ishlarni o'ylab ansirashga boshladi. Acaba maktabga rostla qaytolmasmi? Maktabga qaytolmasa, bu uyda o'rinishli emas, namozga xotirjam o'qishmi bir cho'ng masala bo'lib qoladi.